Tadbirkorlik davr talabi, jamiyat farovonligini ta'minlash omili hisoblanadi. Endilikda yurtimizning qaysi bir manziliga bormang, xususiy tadbirkorlik yanada taraqqiy qilayotganiga guvoh bo'lasiz. Bu yo'nalish xalq farovonligini yuksaltirishda muhim o'rin tutmoqda. Ayniqsa joriy yilning mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinishi har bir mahallada xususiy va oilaviy tadbirkorlikni yanada taraqqiy ettirishga ko'maklashishni taqozo etadi. Shu jihatdan Urganch tumanidagi Beshayvon hamda Yangiobod mahallalarida ham tarmoqni rivojlantirish, investitsiya dasturlarini ro'yobga chiqarish, ayniqsa xotin-qizlar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, ularni tadbirkorlikka o'qitish, kasb-hunarga o'rgatish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, Beshayvon mahallasida faoliyat olib borayotgan tadbirkor oilalar soni keyingi bir yilda sezilarli darajada oshdi. Jumladan ushbu mahallada tadbirkor Matnazar Matnazarov rahbarlik qilayotgan korxonada turli pishiriq va shirinliklar tayyorlanadi. Bu maskanda qariyb 10 nafarga yaqin yosh ish bilan ta'minlangan. Bizning Beshayvon mahallamizda ishsiz xotin-qizlarni ish bilan band qilishda tadbirkorlarimiz urg'uli katta. Pishiriqchilik yo'nalishida, tikuvchilik yo'nalishida, qolaversa yana hunarmandlar uyushmasiga a'zo bo'lgan qizlarimiz ustoz shogird an'anasi hisobidan 10 ta shogird tayyorlaganlar uchun oyina 3,5 million so'mdan pul mablag'lari subsidiya hisobida berilib turibdi. Bu ham davlatimizning xotin-qizlarimizni tadbirkorlikni rivojlantirishda berayotgan imkoniyatlardan biri hisoblanadi. Bunday imkoniyatlardan foydalanishni istagan xotin-qizlarni ko'plab jalb qilib, ishsiz xotin-qizlarni ish bilan ta'minlashda ularning rolini oshirib boryapmiz. Prezidentimizning mahallada xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha bergan topshiriqlari yuzasidan ham har yil boshidan ishsiz ayollarni topib, ularni bandligini ta'minlash maqsadida mahallalarda xonadon yurgan holda qatlov o'tkaziladi. Shunda aniqlangan ishsiz xotin-qizlarni yo'nalishlaridan qarab, kasb-hunar o'rganish niyati bo'lsa, kasb-hunarga yo'naltiriladi, ishlash niyatlari bo'lsa, ishlash, tikuvchilik qiladimi, pishiradimi, non sexlari ham ishga jalb qilinadi. Bu orqali ko'p xotin-qizlarimiz tadbirkorlik qilish istagi borligini bildirib turibdi. Hozirgi kunda mahallalardagi xotin-qizlarning tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida imtiyozli kreditlar ajratilib turibdi. Mahallamizda 2025-yil boshida 20 nafarga yaqin ayollarimiz tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotiradi. Mana bu yil 6 tasi yana o'z ishini yo'lga qo'yib, tadbirkor xotin-qizlarimizni safi oshdi. 2 oy bo'ldi kelganimga, hamma narsani o'rganib oldim. Bu yerda ham o'qiyman, ham ishlayman, o'zim ham foyda bo'lish uchun, qiz bolam kerakli kasb bo'lgani uchun, o'rganish uchun keldim. Kelgusida mana shu ustozlarimga o'xshab mukammal kasb egasi bo'lishni xohlayman. Shu bilan birgalikda o'zimni tadbirkorligimni ham yo'lga qo'ymoqchiman. Mazali shirinliklarni, hamma narsalarni tayyorlab, uyimdagi hammani xursand qilishni xohlayman. Tuman oila va xotin-qizlar bo'limi mutaxassislari, xotin-qizlar faollari tomonidan ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash masalasiga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, Beshayvon mahallasida milliy hunarmandchilik, tikuvchilik, to'quvchilik va boshqa yo'nalishlar bo'yicha kasb to'garaklari tashkil etilgan. Buning uchun esa malakali mutaxassislar jalb qilinib, ular tomonidan ustoz shogird an'anasi asosida ishlar davom ettirilyapti. O'quv markazimizda ko'p liboslar tikilib borilayotir, o'rganish jarayonlari ketib turibdi. Jahon talablarini mos ravishda o'rgatilinib turgani uchun chet ellardan ham bizlara buyurtmalar qabul qilinib turibdi. 20 ga yaqin xotin-qizlarimiz ish bilan ta'minlanib turibdi hamda o'quv kurslarimiz olib borilayotir. Buning uchun Hunarmand uyushmasiga a'zo bo'linib, u yerdan ham bizlarga yordam berilmoqda. Asosan milliy liboslar tikiladi, to'y marosimlari hamda bir qancha tadbirlarda kiyish uchun mo'ljallangan. Prezidentimizning O'zbekistonni milliy brendi bo'lishi kerak degan so'zlari asosida biz Xorazm milliy liboslar brendini yaratmoqdamiz. Bunga bizning mijozlarimizning qiziqishlari hamda talablari juda katta bo'lmoqda. Shuning uchun qizlarimiz ham ustoz shogird an'anasiga muvofiq bilim ko'nikmalariga ega bo'lishmoqda. Davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlar ushbu maskanda faoliyat ko'rsatayotgan yakka tadbirkorlar uchun ham muvaffaqiyatlar eshigini ochmoqda. Turli yarmarka va tanlovlarda mahsulotlar namoyishi yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, xotin-qizlar ushbu maskanda o'zlari yaxshi ko'rgan tikuvchilik kasbi bilan shug'ullanib, oilasiga ham daromad keltirishyapti. Tadbirkorlik markaziga kelib ish o'rganyapman. Maqsadim sexlar ochib, men ham Layla ustozimdek tadbirkor bo'lishni orzu qilyapman.
Bunday maqsadimizga erishish uchun davlatimiz tomonidan xotin-qizlarning tadbirkorlik bilan shug'ullanishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mahalladagi xotin-qizlarni kasbga o'qitish maskanida tadbirkor Laylo Yusupova tomonidan asosan ayollar milliy liboslarini tikish va bichish, bezakli, munchoqli liboslar, kelin liboslari tayyorlashga o'rgatilmoqda. Bolaligimdan tikuvchilikka qiziqaman. Ish o'rganish uchun tikuvchilik o'quv markaziga kelyapman. Bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa milliy liboslarni tikishda katta tajriba to'plangan. Men ustozlarimdan tikuvchilik asrorlarini o'rganyapman. Kelajakda oilamga katta foyda keltirishga harakat qilyapman. Xotin-qizlar uchun tikuvchilik eng kerakli kasb deb o'ylayman. Farzandi tarbiyasidan ham ajralmagan holda uyda o'tirib tikishlik qulay. Tikuvchilik orqali ham daromad oladi, ham farzandi tarbiyasi bilan ham shug'ullanadi. Aslida kasb-hunar bilan shug'ullanish igna bilan quduq qazishdek gap. Mashaqqatli mehnat, uyqusiz tunlar, izlanishlarda o'tgan lahzalar evaziga inson biror muvaffaqiyatni qo'lga kiritishi mumkin. Bu intilishlar yanada ko'proq omad olib kelsa, barcha qiyinchiliklar ortda qoladi. Mamlakatimizda xotin-qizlarni jamiyatda tutgan o'rnini yanada mustahkamlash, ular faolligini yangi bosqichga ko'tarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hunarmand xotin-qizlar hamda tikuvchilar orasida sog'lom raqobat muhitini vujudga keltirishda bu kabi hunarmandlar faoliyati muhim samara beradi. Mahallada yakka tadbirkor Javlon Otajonov tomonidan tashkil etilgan nonvoyxonada asosan milliy nonlar tayyorlanadi. Nonvoychilik, non mahsulotlari tayyorlash kundalik faoliyat bo'lsa-da, ko'plab oilalarning yetarli daromad olishida muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Davlatimiz tomonidan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash uchun, tadbirkorlik qilishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Nonxonamizni ochganimizga 2 oy bo'ldi. Hozirda 5 nafar xotin-qizlarni ish bilan ta'minladik. Patir, go'shtli non, qizil non mahsulotlarimiz chiqadi. Mahsulotimizga talab katta. Ish o'rganish uchun 5-6 yil bo'ldi non mahsulotlari bilan shug'ullanamiz. Kelgusida faoliyatimizni kengaytirib, qo'shimcha ish o'rinlari yaratmoqchimiz. Mana bu nonlar hademay bozorlarga chiqariladi, el dasturxoniga yetkazib beriladi. Bunday faoliyat bilan shug'ullanish uchun esa tajriba va tong saharda turib mehnat qilish talab etiladi. Bu yo'nalishni tanlagan kasb egasi o'z ishini yaxshi bilishi, qolaversa, mehr va ishtiyoq bilan harakat qilishi lozim. Ana shundagina ular pishirgan nonlarning ta'mi, totli va ko'rinishi chiroyli bo'ladi. Jumladan Otajonovlar oilasi tomonidan o'z xonadonidan tashqari yana bitta sexda milliy non mahsulotlari tayyorlanmoqda. Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, barqarorlikni ta'minlashda oilalar daromadini oshirish, aholini tadbirkorlikka jalb etish muhim samara beradi. Beshayvon mahallasida istiqomat qilayotgan yana bir tadbirkor tomonidan tashkil etilgan mana bu korxonada buyurtma asosida maxsus kiyimlar, ko'rpa va yostiq jildlari, shuningdek milliy brendlar asosida tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Ishlab chiqarishni yanada kengaytirish, chora-tadbirlari natijasida amalga oshirilayotgan yangi loyihalar, xususan arzon va sifatli import o'rnini bosuvchi tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyatlari. Bu borada davlatimiz tomonidan berilgan imtiyozlardan tadbirkorlar ham unumli foydalanib, faoliyatni yanada kengaytirishni maqsad qilganlar. Tikuvchilik seximiz Beshayvon mahallasida o'z faoliyatini olib boradi. Bizda asosan ishlab chiqarishimiz buyurtma asosida bo'ladi. 10 nafar qizimiz bor. Tikuv mashinlarimiz zamonaviy va murakkab, choyklarni ham ajoyib va chiroyli qilib taxlab beradi. Ishlarimiz yengil bo'ladi. Hozirgi tikib turgan kiyimlarimiz mavsumga mos, qishki kiyimlarni tikyapmiz. Masalan, jaketlarni tikamiz, bushloqlarni tikamiz. Hozirgi kunda buyurtmachilarimiz ishimizdan mamnun. Mahallamizdagi uyda o'tirgan xotin-qizlarimizni ish bilan ta'minlab va qo'shimcha qizlar kichkina yoshlarimizni, maktab bitirganlarimizni ish o'rganuvchi sifatida olib, ularga ham ish o'rgatyapmiz. Kelgusida qo'shimcha ish o'rinlarini yaratamiz. Tadbirkor tomonidan yangi tikuvchilik dastgohlari, kompyuter texnologiyasi asosida ishlaydigan gul va boshqa shakllarni matoga bosish uchun xizmat qilayotgan zamonaviy uskunalar ish unumini oshirishga yordam beradi. Bu borada korxonada avtomatlashtirilgan yuqori texnologiya hisobiga mahsulot sifati ortishiga erishilmoqda. Ahamiyatlisi, ushbu korxonada yoshlarning bandligi ta'minlangan. Bizning Beshayvon mahallamizda 4500 ga yaqin aholi yashaydi. Hozirgi kunda shu mahallamizda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 70 ga yaqin mahallamizda tadbirkorlik bilan shug'ullanib turgan fuqarolarimiz bor. Ulardan 20 tasi ayollar hisoblanadi. O'zini shu ishbilarmon,
faoliyatini yuritib, yakka tartibda MCH firma, oilaviy korxonani ochib tutdilar. Ko'rib turganingizdek, bizning mahallamizda non-noyxona, keyin tikuvchilik sexi hamda shu faoliyatini o'zini yuritib borgan o'quv markazlarini ham ochib qo'yibdilar. Mahallamizni 7lik bilan birgalikda xotlov jarayonida ishsiz fuqarolarni alohida o'rganib, ayollarimiz bo'yicha, yoshlar bo'yicha alohida o'rganib, ularning ichida tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan fuqarolarga subsidiyalar va sudda yordamlari ko'rsatiladi. Imtiyozli kreditlar davomida har xil o'zlariga sharoit yaratib beramiz. Bunda hokim yordamchi tavsiyasiga asosan yangi ochilgan korxona yakka tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar ajratib turibmiz. Kelgusida prezidentimizning xavfsiz hududini yaratish maqsadida mahallada tadbirkorlarimizni va ishsiz fuqarolarni to'liq ish bilan ta'minlaymiz. Buning uchun tadbirkorlikni yana kengaytiramiz. Tumandagi Yangiobod mahallasida ham tadbirkorlar soni yildan yilga ko'payib bormoqda. Jumladan mana bu joyda tadbirkor Nodira Sherliyeva pishiriqlar tayyorlash yo'nalishi bo'yicha o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan. Keyingi 2 yilda viloyatimizda ushbu tarmoq bilan shug'ullanishni boshlagan xotin-qizlar soni deyarli 2 barobarga ko'paydi. Bizning markazimiz 20 yildan buyon faoliyat yuritadi. Qizlarga asosan tort va salatlarni o'rgatamiz. Bizlar har 3 oydan shogirdlar chiqaramiz. Qizlarimiz hozirgi kunda mustaqil ish olib bormoqdalar. Bu yerda davlatimiz tomonidan tadbirkorlik qilish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Faoliyatimizni boshlaganimizda 10 xil turdagi pishiriqlarni tayyorlayotgan bo'lsak, hozirda 30 xildan ortiq pishiriqlarni tayyorlayapmiz. Mahsulotlarimizni turlari oshgandan keyin xaridorlarimiz ham ko'paymoqda. Men o'z faoliyatimni shu mahallada olib borar ekanman. Mahallamizning asosiy o'sish nuqtasi mahallaga xizmat ko'rsatish bo'lib, bunda asosan ish faoliyati tadbirkorlikdan iborat. Shu jumladan mahallamizdagi tadbirkor ayollarimiz bo'sh ishsiz yurgan xotin-qizlarni o'zlarini ish faoliyatini o'rganib, o'ziga bo'lgan qiziqishi undan kelib chiqib, pishiriqchilik, kasb hunar, tikuvchilik, hunarmandchilikka jalb qilinib kelmoqda. Ular qisqa muddatli o'quv kurslari ochib, bepul o'quv kurslarda ishsiz xotin-qizlarni kasbga yo'naltirmoqdamiz. O'tgan yilni inobatga olgan bo'lsak, ayollar daftarına girib, kredit olgan xotin-qizlarimiz 5 nafari kiritildi. Yil yakuniga qarab tadbirkorlarimizning safi 35dan oshdi. Imtiyozli kredit 30 nafar xotin-qizga berganmiz. Shundan tashqari 5 nafar xotin-qizni hunarmandlar uyushmasiga jalb qilib, har biriga 5 nafarlardan shogird biriktirib berdik. Usta hunarmandimiz o'zini har bitta shogirdi uchun har biriga 6 oy mobaynida 750 ming so'mdan subsidiya olib kelmoqda. Hunarmandlar jalb qilishimizdan maqsad tadbirkorimiz daromadli bo'ladi, ishsiz yurgan xotin-qizlarimiz ma'lum bir kasb egasi bo'lib, kelgusida o'zi xonadoniga imkon qadar yordam berib turadi. Bundan tashqari daromadli bo'lib, oilasiga o'zini ham hissasini qo'shadi. Mahallaning namunali tadbirkorlaridan biri Sanobar Abdurahmonova tomonidan tashkil etilgan mo'jazgina maskanda asosan milliy taomlar, salatlar buyurtmachilarga yarim tayyor holda yetkazib beriladi. Ushbu xususiy korxonada faoliyat olib borayotgan 10 nafarga yaqin xotin-qizlar tomonidan mahalliy xaridorlar uchun 10 turga yaqin mahsulot tayyorlanmoqda. İş faaliyetimizden başlanımızda 5 yıl oldu. Şu karantindən bağına üzerimiz uy şəraitində milli taamlar bilan şug'ullanamiz. Əsasən Xorazm milli taamları qo'shimcha qilib, yarım tayyor mahsulotlarni ham yetishtirib berishga harakat qilib turibmiz. 20 turdan ziyod yarım tayyor mahsulotlarimiz bor. Uy sharoitida qilinadi. Ish boshlagan vaqtimizda o'zlarimiz oilaviy boshlagan bo'lsak, hozirgi kunga kelib bekor o'tirgan qizlarni o'zlarimizga ishimizga jalb etganmiz. Shular bilan birgalikda ishlab turibmiz hozirgi vaqtda. Davlatimiz xotin-qizlar uchun, yoshlar uchun keng imkoniyat yaratib berdi. Kelgusida shunday imkoniyatlarimizdan kelib chiqib, pishiriqlarimizni turini yana ko'paytiramiz. Yarim tayyor mahsulotlarimizdan bizning o'zi asosan qilib turgan ishlarimiz issiq ovqat bilan yetkazib berish xizmati bizada. Hukumatimizga katta rahmat. Bunday imtiyozlarni yaratib bergani uchun, masalan, uy sharoitida bitta xotin-qiz keraklicha aytadigan ishlarini qo'limizdan kelgancha qilib turibmiz. Shu tadbirkorligimiz arkasından yine üzerimizni gap turgan qizlarimizga, qo'ng'ishlarga masalan oilaviy daromad, hem qo'shimcha ish o'rni, hem mahoratimizni o'rgatib turibmiz.
Respublikamiz konstitutsiyasida ham xususiy mulk davlat himoyasida ekanligi alohida ta'kidlangan. Biznes vakillari har doim davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanib, ular o'z mahallasida yangi ish o'rinlarini yaratish, ishlab chiqarishni kengaytirish orqali daromadini oshirish maqsadida yangi loyihalarni amalga oshirishga harakat qilmoqdalar. Endilikda tadbirkorlik va tikuvchilik xotin-qizlar o'rtasida yanada rivoj topmoqda. Hunarmand tikuvchi Husnobod Madaminova ham bu imkoniyatlardan samarali foydalangan holda yaxshi natijalarga erishgan tadbirkor eldoshlarimizdan biri. Tikuvchilik bilan shug'ullanib boshlaganimga 20 yil bo'ldi. Hozirda o'z qo'limda 5 shogird chiqaraman. Bilimimni yosh avlodga o'rgatyapman. Ular ham menga o'xshab usta shogird bo'lib yetishadi. Biz ham milliy liboslar bilan shug'ullanamiz. Gelin sarpo deyiladi. Gelin sarpolari bilan asosan qo'l ishi qiladilar qizlarimiz. Har bir bezakini dit bilan bezashga harakat qilamiz. Asosan bularimizni qizlar qo'l ishlatadilar. Davlatimiz tomonidan hozirgi kunda xotin-qizlarimizni ish bilan ta'minlash uchun keng sharoitlar yaratilgan. Kelgusida faoliyatimizni yanada kengaytirib, qizlarimiz uchun ish o'rni yaratmoqchimiz. Tikuvchilik kasbi ustoz shogird an'anasi asosida yanada ravnaq topadi. Shu bois ushbu kasb-hunar bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlarga subsidiya orqali jihozlar berilishi chekka mahallalarda ham tikuvchilikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga zardozlik, quramish qurash, ko'rpa yostiq, pardozli maishiy mahsulotlar tayyorlash hunari xotin-qizlarga oila iqtisodini rivojlantirish, qo'l mehnati orqali daromad topish imkonini bermoqda. Hunarmand uyushmasiga a'zo bo'lib, yosh qizlarga tikuvchilik hamda boshqa momo-meros kasb-hunar sirlarini o'rgatayotgan ayollar davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatdan mamnun. Ustozim Husnobodning yoniga kelganimga mana 6 oy bo'ldi. Shu 6 oy ichida ko'p bilimga ega bo'ldim. Ko'pchilik bu tikuvchilik kasbini oson deb bilishadi, lekin juda ham murakkab kasb ekan. Sir-sinoatlarga boy, o'ziga yarasha murakkabligi bor, sirlari bor. Ustozim menga hamma narsani qunt bilan o'rgatyapti. Men kabi qizlar ham shu kasbni o'rganish uchun kelishyapti. Kelgusida niyatlarim katta. Men ham ustozimdek tikuvchi bo'lib yetishmoqchiman. Bugungi kunda qo'l mehnati, milliy hunarmandchilik asosida iqtisodiy farovonlikka erishish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ustoz shogird an'anasini davom ettirib, yoshlarga kasb-hunar sirlarini o'rgatish dolzarb ahamiyatga ega. Bu maskanda ham tikuvchilikka qiziqqan yoshlarning ko'pchiligi ustozlari yoniga kelib, kasb-hunar sirlarini o'rganishga erishmoqda. Ular kelgusida mohir tikuvchi bo'lib, daromad olishiga ko'maklashish eng asosiy maqsad. Zero bundan bir necha yil oldin shogird bo'lib kelgan xotin-qizlar hozirda o'z faoliyatini mustaqil olib borishmoqda. Hurmatli prezidentimiz tomonidan joriy yilni mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yilda bejizga aytilmagan. Bu borada mahallani rivojlantirishga kelsak, infratuzilmani yaxshilash deb bilsak, jamiyatni yuksaltirish deganda xotin-qizlarga yaratilgan shart-sharoitlarni olsak, masalan, shu qizimiz Madaminova Husnobod o'zini tikuvchilik faoliyatini o'rganib, bu bilan tanishib, hunarmandlar uyushmasiga a'zo qilib, 5 ta shogirdni biriktirib berganmiz. Bu o'z faoliyatida foydalanib kerak, bu bilan qolmay, cheklanmasdan jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolarga ham o'z bilim va ko'nikmalarini o'rgatib kelmoqda. Bundan tashqari, shu yili birinchi guruh nogironi bo'lgan Atamrat va Zeboga Husnobod o'zi homiylik qilib, tikuv mashinasi olib berdi zamonaviy. Bundan tashqari o'zini bilim va ko'nikmalarini shu qizga ham o'rgatib kelmoqda. Buning natijasida shu imkoniyati cheklangan qizimiz xonadoniga daromad olib, o'zi kasb-hunariga, o'zini nogironligini esdan chiqarib, jamiyatda o'z o'rnini his qiladigan bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, bu kabi tadbirkorlik subyektlarining rivojlanishi katta ahamiyat kasb etadi. Demak, xalq iste'moli tovarlari bilan bozorga chiquvchi, aholi bandligi va eksport salohiyatini yuksaltirishga yordam beruvchi bu tarmoq kelgusida yanada ko'proq taraqqiy etish imkoniga ega.